Arskis bu gaz quvurlari va inshootlarning elektron xaritasi bo'lib, u shunchaki rasm emas, balki ulkan ma'lumotlar bazasi bilan bog'langan jonli tizim bo'lib, O'zbekiston kommunal sohasini modernizatsiya qilishning muhim bo'lagi hisoblanadi. Gaz xo'jaligining raqamli egizagi deb atashimiz mumkin. Respublika bo'ylab minglab kilometr uzunlikdagi past, o'rta va yuqori bosimli gaz quvurlari maxsus GPS uskunalar yordamida o'rganilib, raqamli xaritaga tushirildi. Shuningdek, har bir gaz taqsimlash punkti va boshqa texnik vositalar uchun elektron pasport yaratildi. Endilikda xaritadagi har bir nuqta ustiga bosilsa, u qachon o'rnatilgani, oxirgi marta qachon ta'mirlangani va uning texnik holati haqida ma'lumotlar chiqadi. Arskis tizimi aqlli gaz hisoblagichlar bilan integratsiya qilinmoqda. Bu orqali qaysi hududda gaz iste'moli yuqoriligi va qayerda texnologik yo'qotishlar mavjudligini real vaqtda ko'rish mumkin. Joylardagi chilanganlar va muhandislar planshet yoki telefon orqali bevosita xarita bilan ishlaydi. Agar nosozlik bartaraf etilsa yoki yangi quvur yotqizilsa, ular joyida rasmga olib tizimga ma'lumot kiritishadi. Quvurlarda nosozlik yuz berganda tizim qaysi hududlarni o'chirish kerakligi va eng yaqin chilangarlar aniqlashga yordam beradi. Dispetcherlik markazida barcha hududlardagi holat katta monitorlarda kuzatib boriladi. Xodimlar yer ostida quvurlarning aniq joylashuvini mobil ilova orqali ko'rib, qazish ishlarini xatosiz amalga oshirish imkoniga ega bo'lishdi. Bu yo'nalishdagi ishlar ham allaqachon qo'shko'pirliklar hayotida ham ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Dovud mahallasidagi 665 ta xonadonga Shobod tajribasi asosida avtomatlashtirilgan mahalla iste'mol nazorat balansi shakllantirildi. Joriy 2026-27 yillar kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha Qo'shko'pir tumanimizda fevral oyidan ishlar boshlab yuborilgan. Maqsadimiz tumandagi iste'molchilarni bir maromda tabiiy gaz bilan ta'minlash va ortiqcha yo'qotishlarni oldini olish. Tumanimizdagi eng yo'qotishlar yuqori ko'rsatkichdagi Dovud mahallamiz tanlab olindi. Ushbu mahalladagi 15 kilometrdan ortiq qo'shqator gaz quvurlari gidravlik hisob-kitoblari tortilgan tarmoqlar yangidan yagona tarmoqqa o'tkazildi. Hozirgi kunda ushbu mahalladagi iste'molchilar bir maromda ortiqcha yo'qotishlarsiz tabiiy gaz bilan ta'minlab kelinmoqda. Joriy yilning yanvar-aprel oylari davomida tabiiy gazni iqtisod qilish bo'yicha 1.276.000 kub metr reja belgilangan bo'lib, ushbu ko'rsatkich to'liq, ya'ni 100% ga bajarildi. Ayniqsa aprel oyidagi natijalar e'tiborga molik. Rejalashtirilgan 406.000 kub metr o'rniga amalda 885.000 kub metr tabiiy gaz tejaldi. Bu esa belgilangan rejaning 218% ga bajarilganligini ko'rsatadi. Gaz 15 yil burun kemedi, oxirgi tochka bo'lganda dim qiynalar edi. 15 xonadona yetaradi bu gaz. Bir gerb bo'lar edi. Oxirda menga dim pes kelar edi gazda. Hozir har xonadona reduktor qo'yib, shochkam qo'yib berdilar. Gaz bosimi 1 me'yorda. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik doirasida qo'shimcha ravishda ikkita gaz taqsimlash qurilmasini kapital ta'mirlash, 2125 ta xonadonni 3 bosqichli tizimdan 2 bosqichli tizimga o'tkazish, shuningdek 83 ta eski gaz taqsimlash qurilmasini demontaj qilish ishlari amalga oshiriladi. Amalga oshirilayotgan mazkur chora-tadbirlar natijasida nafaqat tabiiy gazni tejash, balki aholini uzluksiz va sifatli energiya manbalari bilan ta'minlashga xizmat qiladi.